Assalomu alaykum. Bugun 5-yanvar. Bugun ish kunini boshlab oldik, xudo xolasa. Bugun qilgan ishimiz bularni rezinkalarni almashtirib, padokoni almashtirib, har bitta o'ng tomoniga mexanizm qo'yish. Bu hozir mana oddiy открывание, bunga mexanizm qo'yamiz. Rezinkalarni almashtirib, xudo xolasa yengilga qilib beramiz. Oxirida natijani ko'rsatamiz. Biz ishni tugatdik. Oddiy открывание, двойное открывание qilib berdik. Ochilib yopilishi yumshoq. Mana bu oddiy открывание. Hop, rezinkalari yengi qo'yildi, yog'li, yaxshisidan qo'yilgan. Siqishlari zo'r va podokonini yengi qo'ydik. Boshqa 25 taligini 30 talik qo'yib berdik. Endi qishda uy egalari quyonchalarga o'xshab sovuq qotib qolmaydi. Mazza qilib qishda issiq joyda yashashadi. Hammalarga rahmat. Sog' bo'ling. Issiqmi? Judayam issiq.